Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun dang'arani bansasini oldida Gumma xonim. Bismillahirrohmanirrohim. Gummasiga ishqiboz bo'ldim, o'tkazib bir maza qildim. Qalampirni o'zidan so'z ekan. Bahor keldi, vitaminlar va mahsulotlarni yeb turish kerak. Bilan ko'ramiz. Piyozni yaxshi ko'raman. Akalarimiz qo'y mollarida ham o'zlari so'yishar ekan. Akami tog'alari pirovapda. 3 yil deganda. Dang'ara Gumma xonimni kutib qolamiz. Bansani oldida. Описаниеda nomerlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin.